Nastroyka bo'limidan mana lotin alifbosidagi harflarni kirill alifbosiga almashtirsak bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda Word dasturidagi so'zlarni lotin harflaridan kirill harflariga, kirill harflaridan lotin harflariga o'tkazishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi navbatga Telegramga kirib olamiz. Qidiruvga alifbasiz so'zini yozib, mana bu kanalga kiramiz. Xo'sh, obuna bo'lib qo'yamiz va oxirgi tashlangan faylni kirill lotin zip yozilgan faylni yuklab olamiz. Sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, Save As'ni bosamiz. Рабочий stolni tanlab, xohlasak nomni o'zgartirishimiz mumkin, saqlab olamiz. Endi mana Рабочий stoldagi faylga kirib olamiz. Kirill lotin papkasini ochib, Convert ilovasini ochamiz. Xo'sh. O'ngdagi tugmani, dumaloq tugmani bosib, Next tugmasini bosamiz va yana bir marta Next bosib, Done bosamiz. Xo'sh, chiqib ketamiz. Endi agar Word dasturimiz bizaga Word dasturiga kirib turgan bo'lsak, qayta chiqib kirishimiz kerak bo'ladi. Hozir men Word dasturini ochganim yo'q. Endi birinchi kirishimga yo'q. Tepaga Nastroyka bo'limi qo'shilgan bo'ladi. Nastroyka bo'limini ko'rsak bo'ladi. Endi lotindan kirillga o'tkazish uchun hamma so'zlarni belgilash uchun Ctrl A ni bosib, Nastroyka bo'limidan mana lotin alifbosidagi harflarni kirill alifbosiga almashtirsak bo'ladi. Kirill alifbosidagini mana lotin harflariga yana qaytarish uchun chapdagisini bosamiz.